Assalomu alaykum, yaxshimisizlar vatandoshlar? Va navbatdagi obyektimizni tugatdik, xudo xolasa. Joylariga chiroyli qilib o'rnatib berdik. Kazirov darvoza, u podvollariga, portichkalariga qilib berdik. Xudo xolasa chiroyli tushdi joylariga. High-tech fasonda bo'ldi. Bir ko'rib baho beringlarchi o'zlaring. O'ta chiroyli salyutli bo'ldi. Stullarga alohida ishlov berganmiz. Bu yoqda mana podvalga rishotkalar qilib berganmiz. Ustiga teksallarni qadab. Bu yoqda yana bittasi bor. Darvozasini o'tkayli qo'yib bergandik. Endi bu yil shunaqa ishlarni qilib berdik. Ichkarida ham ozgina ishlarimiz bor. Mana ichkaridagisi bu. Bitta kichkina barellarini qilib berdik. O'tkayli katta darvoza bilan perifoshka eshik qo'yib berganmiz. O'ta ajoyib chiqqan bu ham. Bu yerda podvalga tushib ketaverishi barelni qilib ustiga leksalarni qotirib berdik. Bu yerda ochilib yopiladigan mexanizm ochiladi, pastga tushiladi. Keyin chiqqandan keyin yopib qo'yiladi. Xudo xolasa chiroyli chiqdi, egalariga buyurib nasib qilsin. Kimdan kim mana shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, darvozachimizga murojaat qilaverasizlar. Chiroyli qilib ishlaringizni bitirib beramiz.